toifa insonni duosi beshak ijobat bo'lishiga hadislarda va'dalar bor. Birinchi, ota-onani farzand haqqiga qilgan duosi, nimaiki xo yaxshilikka qilsin, xo yomonlikka qilib duo ibodat qilsin, ikkalasi ijobat. Ikkinchisi musofirni duosi, uchinchisi mazlumni duosi. Birovdan zulm ko'rgan inson, birov o'sha zulm qilgan insonga nisbatan duo ibodat qilsa, juvarmay bo'lmasdan qolmaydi. Yo'q qilmasdan qolmaydi bu duo ibodat. Ana shu uchta, lekin to'rtinchisi yo'q. Bizlarda yo'lda ham, cho'lda ham, masjidlarda ham haligi duo qiling, ishim yurishmayapti, duo qiling, ish boshlaganman, duo qiling, qarzdor bo'lib qoldim, bizlardan duo so'rashadi. Men aytamanki, ota-onang bormi ukam deyman. Ota-onang borlar. Meni duoyimni olib nima qilasan? Shularning duosini ol. Bu yerda to'rtinchisi yo'q. Domalarning ham duosi ijobat bo'ladi degan joy yo'q. Men shularga aytaman. Domilarga pul bersang duo qiladi. Ko'proq bersang 2 marta qiladi. 3-marta vobshe qilmaydi. Ota-onangga bersang ham qiladi, bermasang ham qilaveradi. Qaytaga bera olmayotganni ko'proq duo qiladi. Parvardigor, mana shu bolamni ham akasidan kam qilmagin, ukasidan kam qilmagin deb kim duo qiladi? Ota-ona duo qiladi.